Rossiyada Qozoqdagilar aman bo'lin. Qarang, bozorga bugun bunday zo'r balıqlardan kelgan. Teri sazallar var mı ne? Al. Bo'ldi hozir tushiramiz. Assalomu alaykum, kanalımızın görüşleri. Mineki bugün 9 noyabr sanasi 2025-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Shimbay rayoni Dehqon bozoridan tutaqilish az Dehqon bozorining baholarini bir qator ko'ramiz. Nezat qancha bo'lib olibdi. Az baliq bozoriga keldim. Baliq ko'payib ketgan bugun bozorda. Masxara baliqlari var ekan al. Qarang, tersazallar var. Qanday izi? Ne uchun degan var edi o ya? Ne için? Al kanalımızın görüşleri ne üçün siz Lider Group natice kutluk firmasını saylamanız gerek. Birinçiden bu yerde bakalar arzan, ikinciden materialga 10 yıl garantiya beredi, üçüncüden uyingizga aparıp kurup beru bepul. Dördüncüden kanalın atından geçseniz şegirmeler boladı. Her şeyge Lider Group natice kutluk firmasını usunuz yeteriniz. Hoppa deb jibiramiz. Al endi sizlarga Shimbaydagi eng arzon magazinni ko'rsatib ketaman. Teflitsaga olding bajagan ham? Ha. Teflitsaga oldingizmi? Ava. Teflitsan gulengisi o'g'ni ya. Qalın. Qalın qil Teflitsan gulengisi. Bu qanchadan bo'lajak metri? Metri bu 27 mingdan oldi. Metri 27 ming so'mlikdan olib atgan ekan ajagamiz qarang. Bu Shimbaydagi eng arzon magazin. O'sha yerdan Teflitsaning kulenkilerini tapsanız boladı. Tür türünden tabladı. Qalagan metringizden tavıp beredi. Qarang. Arzon qiyinlardan qalasangiz qimmat qiyinlardan bari-baridan bar safasına qulas kepillik beremiz deb atibdi. Shunday jiltir dasturxonlardan da bar ekan qarang. Zo'r bo'lib turadi. Brezinning turlari de var. Brezilyalar qanchadan aja? Brezilyalar mı? Brezilyalarning arzoni 15 mingdan boshlanadi. 15 dan boshlanadi ya. Bular 25 ming tushib beryapti. 25 ming bular kesib beramiz deydi qarang Brezilyalar. Mana necha metr? 2.30 var. Tovar 10 metr vermiş. Natejli patologga. patologga da alib atgan ekan tovar qarang. Bo'zning o'rnidan. Bu o'zining o'rnidanmi? Necha so'mdan buning metri? 7 mingdan deydi qarang metr. Qalin qildi. Men siz deyin. Bo'ldi, mindaki afamiz olib berik, afamiz mindaki olib hozir bo'ladi qarang. Endi ishda nezatlar bor, ko'ramiz qarang, adyallar bor, shunday arzon. Bu yerda nanday adyallardan bor, turetskiy ulasi mindaki. Qalasangiz shunday detskilardan bor, so'nglayman. Qalasangiz ulkan odamlarga bor mindaki. Adyallarning zo'rlari bor. Qalasangiz tovarlardan bari optim bahada bo'ladi. Al. Qaysi? Sülgüler var ne jakta ya? Qarang, sülgüler var mineki. Ulma uyga kerak zatlarning barligini us magazindan arzon bahada, optim bahada tapsangiz bo'ladi. Kechagida de bir tushirib ketdim, barchaga usunuz etamiz. Endi odamlar bizlar bilmay yurgan ekanmiz, o'sha yerda arzon ekan deb kelib atgan ekan. Xudo xolasa kelebiriz ko'rmay yurganlar bo'lsa, mineki Shimbaydagi arzon yerni ko'rib oling, bilib oling, o'sha yerdan kelib savdo qilsangizlar bo'ladi. Arzon bahada. Bunday kulenkiler 3 ming so'mdan boshlanadi qadimgi aynaga qatlar, qoraga bo'latlar degan. Bunday tayin reykleri de var ekan. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilniki Shimbay Dehqon bozori Qizmilayim tarafdagi tozdan salinayotgan karzinka bu jag'i yarmarka bo'ladi buniki. Al, bu jag'i buniki Winner Optum bo'ladi o'sha yerda. Usu magazin bo'ladi. O'zi ajag'am o'zi zavoddan keladi zatlar, so'ng bu yerda arzon, nega arzon deb atgan bo'lsangiz, to'g'ridan to'g'ri zavod firma sexlar bilan ishlashgandan keyin arzon bo'ladi qarang, hamma zati. Al, o'sha yerga kelaverasizlar, barchaga usunuz yetamiz. Al endi ko'p odamga go'shtning bahasi qiziq, bahasına keladigan bo'lsak, 120 ming so'm. 120 ming so'm bo'lsa, 120 ming so'm bo'lsin, biroq bu 120 ming so'mga arziydigan go'sht qarang. Shokolad bo'lib turma go'sht degan. Mineki. Al tananın go'shtini yaxshi ko'radilar uchun mineki Sabit ajag'amning go'shtingagina keldim. Qarang, bugun necha kilo tana so'yding aja? 300 kilo. 300 kilo tanani so'ygan ekan. Go'sht degan shokolad bo'libdi. Eng zo'r tananing go'shtini o'sha yerdan olsangizlar bo'ladi.
Sabit Acağam'ın özü yok. Sergi ağa hizmette, Muhit Acağam hizmette. Mineki Qarang. Ağa go'sht haqında fikringni aytib ber. Go'shtlar zo'r, постоянно olib turamiz shu yerda. Sevimli go'sht. Nega qarang, bu yerda siyir, qashar degan zat so'yilmaydi, tek qana shunday tana so'yiladi. Ana bir manzilni ko'rsatayim podpисчиклерге. Hoppa. Qarang, manzilga keladigan bo'lsak, manzilniki Shimbaydagi Ajnas Qaraqalpoq tarixxonasi tap Usmon qarama qarshi mineki shu yerda bo'ladi magazin. Al do'stlar, endi unning baholarini ko'rib ketamiz. Mineki Nurdavlat unning baholari bilan tanishtiradi. Buna bayterekmi? Bayterek qancha bo'ladir bu? 50 gulal. 230 ming 50 gulaligi ya. Buna intimaq 230 intimaq. Tag'i qanday yo'llar bor? Nukus var. Nukus 230 ming. Sara var. Sara qancha bu? 230 dolar. 230 ming so'm. Katalogga limit tutib qo'yamdi. Uno Tak. var. Uno qancha bu uni? 280 mi? Qancha bunoma? 280 ming qozog'stonskiy mi bu? 280. Bu Axniyet qancha? Ne tam 230. 230 Axniyet. Kıpşak var 230. Qipshaq qanday qipshaq? Ne? Bunoma 230 ming so'mdan ya. Kishi keldi deydi, tozadan kelgan ular. Tumar var ekan, tumar qancha? 125 mi kışkentay? Kichkantay 125 ming so'm, ulkani yo'q deydi. Dastan var. Dastan 130 mu? qani? Arketdimi? To'rda dastan bor deydi. Necha dedin? 130. 130 25 kilolik ya. Dastan. Onun usturlarından var ya. Bari optun bakada usul yerga kelesiz. Nurdavlatga qarang. Nurdavlatga kelsangiz o'zi qanday qiladi? Majera tashki var ulasında. Shu tashki menen mashinangiz tashigan. Bulay qarab necha metr? 100 metrmi? 100 necha metr etserga? 100 metrmi? Bulay qarab 100 metr. Bunaki Ajnas Qaraqalpoq tarixxonasi. Bulay qarab 100 metr ya. Bulay qarab 100 metr. Bepul emasmi? Besplatni ya. Bepul olib beradi, qarang. Bunaki usul yerga kelsangiz. Tek unda alasiz, o'zi olib taksiga solib beradi. Lekin Nurbek degan yigitdan bor, usul yerda xizmatda 50 gul olib bo'lsa, usul yerga olib beradi. Bo'lmasa Sergaga olib beradi. Dim kuch yetmayatsa, al bo'ladi. Usul yerga menga unga kelaverasizlar. Ularda arzon bahada go'shtning bahosini ko'rdik, unning bahosini ko'rdik. Barchaga usulimiz yetamiz usul yerda menga. Ular qanchadan bo'ldi aja? 45 ming so'm. Necha kilo chiqadi ustursi? 2,5 kilo. 3 kilodan ziyod chiqib qoldi deydi. 45 ming so'm klasi. Qaytimi bor, kelsimli deb aytibdi. Tersazallarni? Tersazal. No, şey pahalı. 40 ming so'mdan deydi tersazallar qarang. O'ynab turgan sazallar elimda. Qanotlarini shivirlatib. O'ynab turgan 40 ming so'm ya. No. 32 ming so'mdan. 2 kilolar. Bular 28 ming so'm deydi bular. Bular ne? 1 kilo 20 ming so'm. 1 kilo 20 ming so'm. Bular 18 ming so'm. 18 ming so'm. 8 gramlar. Quvurgan baliq var ekan, qancha? Quvurgan 40 ming so'm. 40 ming so'm quvurgan baliq. Aynen. Tek yey berasang, shu yerda O'rinbayagaga kelaverasizlar, O'rinbayaga. Rossiyada qozoqlar aman bo'lin. Bo'ladi. Savdangiz bo'lsin. Qazoqlar klasslar. Привет. Al bo'ladi. Savdangiz bo'lsin. Shu yerda kelaverasizlar baliqqa. Qarang, qanday zo'r sazallardan kelgan. Ishlan baliq kelgan. Assalomu alaykum. Yılan balık qancha aja? 38 ming so'm yılan balık. Nasıl sazallar ne? Sazan 45. 45 ten deydi bunalar. Assalomu alaykum. Yaxshi shukr. Bunalar ne pisturilar? 38. 35 ming so'm. 45 ming so'm 3 kiloliklar buniki. Mana. 23 ming. Bugün balık degan bozorda ko'paygan ekan. Kelaverasiz balıqqa. Zo'r balıqlar bor ekan. Najaqda Bekzat ajam ne qilyapti? Assalomu alaykum aja. Yaxshi ko'p foydalanasiz, amaspa. Al. Qanchadan qildingiz baliqlarni? Assalomu alaykum. Na 33 ba? Necha kilo? 2 kilo 33 ming so'm nelar? 33 ming so'm qaliga bular. Nelar? 23 ming so'mdan deydi bular. 1 ya.
Al jo'ra oldu ver. Assalomu alaykum. Yaxshi. Hamma shukr bo'ladi. Alniki usiz yerda bejat ajagam kelaverasizlar. Kuni tuni baliqda olat және bir жақсы жер ajagамda. Telefon nomerni aytib qo'ysa-chi? 90lıktan 262 49 40 degan nomer. Qurib beru degan zat yo'q baja? Бар. Qurib beru bormi? Qurib beru bor. Kunduz ya, kunduz. Tunde bo'lsa tek tazlab beruvlar bor. Tazlab beru. To'y merakalarga tazlab beru. Bepul bo'lama. To'y merakalarga tazlab beru bepul bo'ladi deydi. Al, kelaverasizlarmaki. Qo'lar savdangiz bo'lsin. Qarang, mazaqda da balıqning turlari bor. Avulning zo'r balıqlari deb atdilardi. Assalomu alaykum. Sazallar qanchadan? 45 ming so'm. Teri sazallar qarang. Yeli o'ynab atdi bular. Qarasmi? Qarash 35 ming so'm. Qaras 35 ming so'm. 800 gram. 800 gram. Zo'r ekan yana qarash. 4 bir kilo. 25 ming. 25 ming so'm. 4 bir kilo chiqатын qaraslar deydi bularniki. Binalarni? 30 ming so'm. Ha? 30 ming so'm. Bo'ldi hozir. Na 30 ming so'm. 30 ming so'm bular ya. 26 ming so'm, 26 ming so'm, 24 24 ming. ming so'm deydi qarang. Alfa. Nalar necha kilo chiqib qoladi chammasi? 1 kilo 800. 1 kilo 800 Na kilo. 1,5 kilo, 1,5 kilo 200 lik. Kerak bo'lsa buniki uldurib bor deb aytdi buniki. 25 ming baklasi. Klass 25 ming qarang. Quvurib jesangiz zo'r bo'ladi-da. Bo'ladi. Al siz yerda buniki ajag'alar baliq bozorda kelaverasizlar. Bo'ladi, savdangiz bo'lsin. Bo'ldi. Hoppa. Baliq bozorda baliq ko'p, masxara baliq bor. Assalomu alaykum. Yaxshi qalaysiz, amonsiz? Shukur. Qarang, endi mana yerda do'stiga jag'ama keldik. Almalarning eng arzonlarini do'stiga jag'am sotib atgan ekan. 3 kilosi 10 ming so'mdan deydi almalar. Nalar 5 ming so'mdan deydi. Buniki ular 4 ming so'mdan deb atgan ekan. Bunday almalarning buniki 4 ming so'mdan deb atgan ekan. Buniki do'stiga jag'am usiz yerda. Hani arjaqqa bir o'tib beraylik. Hoppa. Ha. Qurma qancha bo'ldi? Qurma 8 ming so'm bo'ldi deydi. Buniki hani mazali qurmalar 8 ming so'm bo'lib qolgan. Chesnokning klassi 30 ming so'm bo'lib qolgan. Limonni 38 ming so'm, üzüm 8 ming so'mdan deydi. Buniki eng iri zo'r almalar 7500 so'm, granatning qip-qizili 10 ming so'm deydi. Eng optim bozorda eng arzon sotатын usiz yerda do'stiga jag'am bo'ladi. Bozorda qullasi usiz yerda bozor gullari baliq bozorining qasında o'tiradi. Al, barchaga shunday arzon yerlarda usiz etamiz. Neki arzon bo'lgandan keyin har bozor do'stiga jag'am tushirib ketaman. Men o'zim usiz yerdan bozorlayman hozir. Qurma juzumlarni olib ketamiz do'stiga jag'amdan. Ana shu. Al endi mana yerda optim kartoshkalarning baholarini ko'rib ketamiz. 4 ming so'm dedingiz-mi? Optimga qaltaga 4 ming so'mdan ya, shunday kartoshkalar. Mana irilarini 5 ming so'mdan. Qarang. Mana qan. Nalar ne? 4800 so'm. 4800 dan bak. Iri kartoshka 4800 so'mdan optimga qaltaga deb atadi. Qizil kartoshka da var ya, ol qanchadan bo'ladi? 5 ming ba? 5 ming so'mdan deydi. Qandaylar 4 ming so'm ekan, sal mayda olomni. Kartoshkaning eng arzon optim yeri usiz yerda bo'ladi. Usiz yerga kelib olib ketsangizlar bo'ladi. Endi klikkada savdosi deysizmi? Klikkada savdoni istey beramiz deb aytibdi. Piyozning baholari qanday bo'lib atibdi? 1800 so'm qaltaga ya. Qaltaga 1800 so'mdan bo'lib atibdi deydi piyozning baholarini. Qarang, öbürü piyazlar. Piyazdiga mut bo'lib qoldi bu yil arzon. 1800 so'mdan usiz yerdan olsangizlar bo'ladi. Ya? Berdak deb ba. Al telefon nomerini aytib qo'ya berik, apa. 90dan 661 42 46 al. To'y merakalarga alaman desangiz, boshqa rayondan kelsangiz ham bunday usiz yerda arzon bahada bo'ladi. Kelib olib ketaversangizlar bo'ladi. Al qizil shalg'am izlab yurganlar bo'lsa, shunday qizil shalg'amdan bar deb aytibdi. Buning klassi qancha bo'ladi? Kelish beraveraman, deragi 4000, 3 kilo 10 ming. 3 kilo 10 ming, 4 ming beramiz kelib deb atır. Ha, sizbek kilongiz qanchadan bo'lib atır? 3,5. Ana beraveraman kelish. 3,5 ming so'm. Törpüngiz ne? 2,5. Törpü 2,5 ming so'm. Kapustangiz? 3 ming.
Kapusta 3000 so'mdan deb atır qarang. Sarı şalgam var. Sarı şalgam qancha bu? Sarı şalgam 3 yarım 1 öğrenimiz. 4000 3,5 3 kilo 10 ming so'mdan beremiz deb atır qarang. O'sha yerda optim kartoshka piyoz sotadigan yerda apamiz o'tirgan ekan mana yerda. Bu tarafında miniki baliq bozor. To'siga ajragan taraf. O'sha yerda apalarga kelaverasizlar qarang. Shunday zo'r. Baklajan bor ekan yili ya. Baklajan qancha bu? Bakolda 3 ming. 3000 so'mdan deydi baklajan qarang. Attagana yili bozordan ko'p yerlarini tushirmoqchi edim. Ko'p zatlarning baholarini ko'rsatmoqchi edim. Biroq o'sha yerga kelganda telefonning zaryadkasi o'lib qoldi. Sababi bugun ko'p video tushirdim. Shimbay mal bozori, Shimbay at bozori, Shimbay tovuq bozori hamda qayrxomliq videoda tushiruvga to'g'ri keldi. Endi Shimbay Dixon bozori. O'sha yerga kelganda telefonning zaryadkasi shidamadi. Al, endigida sizlarga bozorda ko'p zatlarning baholarini ko'rsatuvga harakat qilaman. Shuning bilan bugungi videomizda jumaqlaymiz. Amalda ko'rishguncha qo'sh sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Al amalda ko'rishik.